Hammaga xayrli kun. Bugungi obzorimizda Yashnobod Olmos mahallasi bo'ladi. 7 sotu 5 ta xonasi bor. Uyimizda yer hisobida sotuvda. Narxi ham yomon emas ekan. Bitta like bosib yuboring, hozir men sizga chiroyli obzor qilib beraman. Qarang, uyimizning ko'rinishi fasadi 24 metr, ichkariga 28 to'rt burchak joylashgan ekan. Xat hujjatlari, kadastrlar hammasi joyida. Hozir tanishtirib chiqaman. Hovli qismimizga ham kirib oldik. Ko'ryapsizlar, ro'parada 3 ta yotoqxona, 2 ta mehmonxona, hol va oshxona tegib podval qilingan. Remontlari yaxshi holatda. Ko'ryapsizlar, mana bu yana qo'shimchasiga qurilish qilsanglar bo'lar ekan. Mahallamizda hamma kommunikatsiya bor, bilasiz, yaxshi mahalla hisoblanadi. Xullas, 7 sotiga $175 ming deyilyapti, lekin ozgina kelishtirib beraman deb aytishdi. Shu videomizni mana shu atrofdan, Olmos mahalladan uy qidirayotganlarga yoki ikkita yonma-yon qurilish qilsanglar ham bo'ladi, buzib qidirayotgan tanishlarga yuborib qo'yamiz. E'tibor uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.